qarangizlar, nima uchun metis bolali chiroyli bo'ladi? Sababi ularda gen yangilanish bo'ladi. Mana hozir ayolimiz ham o'zi metis, kim? Lina, tatar bilan o'zbek. Xo'jayingiz kim? Turk. Ko'ryapsizlar, bularni bolalar va kishi go'zallik. Prosta aytayotganim, qancha gen uzoq bo'lsa, shuncha yengillanish bo'ladi, obnovlение zo'r bo'ladi. Shuni hisobiga bolalar chiroyli bo'ladi va aqliy faoliyati ham kuchli bo'ladi. To'g'rimi? Shunaqa, xuddi shunaqa. Chunki o'zim ham metisman-da, shunga o'zimni maqtab qo'yaman, ko'rmagansizlarmi? Da, o'zim ham metis, onam qozoqlar, dadam Eronlar. O'sha uchun men ham metisman, o'zim maqtab qo'y, qaranglar, kallam qanaqa zo'r ishlaydi. Hazil va oxirgisi hazillar, shunaqa qizlar.